Demak, bizga butun qishloq xo'jaligida to'liq o'rgimchaklar juda katta zarar beradi. Bu zarari ko'lami juda katta. Har xil zarar bo'lishi mumkin. Demak, bu hosildan tortib butun daraxt o'sib rivojlanishi, shakliga, umumiy shakl shamoyili, daraxt kuchiga, o'sish kuchi, rivojlanishiga ham juda katta zarar beradigan, demak, hasharotlardan biri. O'sha yoz mavsumi boshlandimi, o'rgimchaklar doim muammo bo'ladi. Demak, o'rgimchaklarda asosan bizlarda zarar beradigani, demak, ikki nuqtali o'rgimchakkana. Yaxshi mana shu lupa bilan ko'rasangiz, buni demak yaxshi nimasi bor, zarari bor. Mana shu o'rgimchaklarda hozir bog'larimiz bu o'rgimchaklardan xoli. Lekin o'rgimchaklardan xoli bo'lish uchun bog'larda nima qilishimiz kerak? Juda muhim narsalardan qizil o'rgimchakkanasi ham uchraydi, juda ham kam holatda uchraydi. Kam, masalan, o'zim shaxsan kam ko'raman, lekin asosan ikki nuqtali o'rgimchakkana juda katta zarar beradi biz bog'larga. Bog', umuman tokzor, umuman ekinlarga, sabzavotlarga hammasiga zarar beradigan demak, so'ruvchi hasharot. Bu hasharotimiz ko'zga kam ko'rinadi. Biz ko'plar masalan o'rgimchakka tushgandan keyin aytadiki, shunaqa mana o'rgimchakka tushgan ekan, chang bor ekan, changdan yuqadi. Ya'ni bir xalqda shunaqa narsa ham bor. Masalan, o'rgimchakka changdan zarar beradi degan. Yo'q, demak bu chang orqali emas, chang bunga yaxshi sharoit yaratib beradi desak bo'ladi. Chunki o'rgimchakkana o'zi bu bekorga kelgan o'rgimchakkana emas. Ya'ni bu o'rgimchakka o'xshagan to'r to'qiydi o'zini maxsus to'ri bo'ladi. O'sha to'rida yashaydi. Shuning uchun bu o'sha to'riga, demak, siz yo'lni chetlaridan qaydan chang kelsa, o'sha to'riga yopishib qolsa, siz bilasizki, bu chang tushibdi, demak o'rgimchakkana tushgan. Demak, u o'rgimchakkana bor degani u. O'rgimchakkana hech qachon changdan tarqalib ketib, chang orqali tarqalmaydi hech qachon. U o'rgimchakkana bor bo'ladi. Siz uni lupangiz yo'q, boshqa narsangiz yo'q. Mana 30x lupa bu. Ko'rganingiz ko'ra olmaysiz. Kami 20-30x bilan bemalol ko'z bilan ko'rsa ham bo'ladi, lekin asosan qanday sharoitdaligini, demak, albatta lupa bilan ko'rsa batafsil ko'rinadi. Shuni siz bilasizki, demak, u o'rgimchakkana o'zi tushib bo'lgandan dalolat beradi. Buning uchun nima qilish kerak? O'rgimchaklarga birinchi eng muhim narsa bu, agar yozda agar qanaqa bog' ekin turidan qat'iy nazar agar suv muammo bo'ladigan bo'lsa, demak, sug'orishdan muammo bo'ladigan bo'lsa, o'rgimchakkana hech qachon qutulmaysiz. Birinchi eng katta muhim bo'lgan narsa suv. Suvsiz qolgan har qanaqa ekin o'rgimchakkanadan hech qachon toza bo'lishi juda qiyin. Preparatlar ta'sir qiladi, lekin suvsiz joyda juda ham qiyin. Agar suv yaxshi bo'lsa, qanday boshlash kerak o'rgimchakkanani? Mana shu juda muhim narsani aytib ketishim kerak, aytib ketaman. Bu juda ko'pchilik bilmaydi. O'rgimchakkanlarda o'ylaydiki, hamma preparatlar juda zo'r o'rgimchakkanlarga ishlaydi. Samarasi juda yaxshi. Yo'q. Shunaqa preparatlar bor. Demak, videoni shu joygacha ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, demak, siz befarq odam emassiz. Shuning uchun bu tekshirib qo'ying. Ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Ya'ni bu videolar ko'proq odamlarga yetib borishiga siz xizmat qilgan bo'lasiz. Ya'ni ulashing, like bosing va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Izohlarda ham o'z fikrlaringizni qoldirsangiz, xudo xolasa, yana ham biza qanaqadir xatolarimiz bo'lishi mumkin, kamchiliklarimiz bo'lishi mumkin, yutuqlarimiz bo'lishi mumkin. Shu ishlarni to'liq aytib kelsangiz, biz shunga qarab yana ham o'zimiz ishimizni yana ham rivojlantiramiz degan umidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Juda kam. Ya'ni bu ma'lumot, men o'ylayman, ko'pchilik aytmagan narsa. Nega? Avamektin yozda o'rgimchakkanaga juda samarasi kam. O'rgimchakkanlarga samarali bo'lgan preparatlar bular hozir propargit bo'lgan tarkibida preparat, propargit, keyin bifenazid tarkibida preparat. Hozir tubifenpriyat endi bu hozircha endi butun Yevropada ishlatiladi. Bizda men uni samarasini ko'rganim yo'q, lekin shu ikkita preparat juda ham samarali hisoblanadi. Va juda muhim narsalardan biri, ya'ni uni tuxumiga qarshi kurashish ham. Ya'ni butun hasharotlarda bo'lgani kabi tuxumiga qarshi uni juda ishlov berish muhim. Ya'ni siz albatta o'rgimchakkanani o'sha biz aytgan avamektin, propargit, o'sha bifenazid, bular hammasi
o'rgimchak bifenizid tuxumiga ham nimasiga ham ishlaydi. Tuxumiga va yutuk zotlarga ishlaydi. Lekin masalan deylik proparget faqat yutuk zotlarga ishlaydi. Demak, tuxumga ta'sir qilmaydi. Sizga tuxumga ta'sir qiladigan preparatlar ham qo'shish juda muhim. Birinchidan, ikkinchidan agar siz tuxumiga ta'sir qilmaydigan preparat qo'llayotgan bo'lsangiz, buni tez bir haftaning ichida 2 marta sepishingiz to'g'ri keladi. Chunki sepasiz, o'zi o'ladi, endi tuxumi qoladi, yana chiqib keladi u sizga. Keyin siz 2 marta zarar qilmaslik uchun qarshi preparatni qo'llab olsangiz, deylik, samarasi yaxshiroq bo'ladi. Tuxumdan chiqqan preparatlar tuxumga qarshi preparatlar o'ldiradi va yutuk zotni to'liq propagatni o'ldirishingiz mumkin. Va dorilarni nomi minglab dorilar bor, har xil nomda, lekin siz asosan muhimi ta'sir qiluvchi moddasiga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ta'sir qiluvchi moddasi 1.8 mi, 3.6 mi, nima u 24% mi, 48% mi, 50% mi, 57% mi, qisqasi preparatlarga qarab, demak, o'nlab preparatlar turi bor. Shunga qarab ishlov berishingiz kerak. Va bu mavzuda juda ko'p gapirish mumkin. Men o'zim tajribamdan o'shalarni juda yaxshi, demak, biz nazorat qilganimiz uchun tajribadagi bor ma'lumotlarni, demak, men pastda o'sha Telegram kanalida o'sha havolasini qo'yib qo'yaman uzoqlarda. Uzoq qismida bo'ladi. O'shanda batafsil men yozib, chizib, har bitta dozalargacha qo'yganman. Qaysi o'sha norma, demak, sarf me'yorida, qaysi sarf me'yorida o'sha yaxshi samarali, bu effektiv samara berishini demak yozib qo'yganmiz. O'shanda kirsalaringiz batafsil bor. Umumiyda demak, o'rgimchakkanlarni zararini baholash, masalan deylik, bitta bargda qancha bo'lishi mumkin? Misol uchun deylik, bitta bargda o'rtacha bog'larda aytadiki 5-6 ta bo'lgandan keyin ishlov berishimiz kerak deydi. To'g'ri, faqat o'rgimchakkana ko'ringanda ishlov berishimiz kerak, lekin shunga ham e'tibor berishimiz kerakki, bu katta bog' bo'lgandan keyin, masalan deylik, katta, masalan men bu yerda respublikada yoki respublikadan tashqarida ishlagandim, minglab bog'lar bo'lgandan keyin, minglab gektar bog'lar bo'lgandan keyin u bog'larda siz masalan minglab gektar bog'da o'sha 3 ta 1 gektar bog'ingiz bo'lsa mumkindir unga qarash. Lekin minglab gektar bog'da siz uni masalan deylik 6 ta tushsin deb qarab o'tirish hech qanday nimasi yo'q. O'zi bildingizmi, shunday kirib birdan ishlov berishingiz kerak. U o'zi bor degani, siz deylik bitta daraxtda qancha barg bor, uni ko'ra olmaysiz baribir. Shuning uchun shu bitta tushdimi tamom ishlov berishingiz kerak. Ya'ni o'shanda ham bir masalan deylik maydon bo'ladigan bo'lsa, katta shu bog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, 100 gektarmi, 1000 gektarmi, 1,5 gektarmi, 10 ming gektarmi farqi yo'q. 3 kunda bo'lishingizga to'g'ri keladi. 3 kun, 4 kunda shuni bo'lmasangiz to'liq, keyin shu 15 kun, 20 kun, 2 hafta, 1 hafta o'tib ketgan bo'lsa, o'sha muammoga uchraysizki, yana bu tomonda o'zi sepgan joyingizda yana o'sha yangi u tomonda ko'payadi, bu tomonda qaytib tushishi mumkin va hokazo. Preparatlarni juda to'g'ri tanlash kerak. Bu yerda muhimki, o'rgimchaklarda umumiy fiziologiyasini yaxshi bilish, qachon harakat qiladi, ular qachon rivojlanib chiqadi, o'shalarga qarshi demak biz ishlovlarimiz qilishimiz kerak. Yana aytadigan narsalarim shunday bo'lishi mumkinki, shu mumkin yana nima deyish mumkin? Ha. Demak, o'rgimchakkanlar qachon bilishi mumkin? Bilishning eng yaxshi yo'li, masalan deylik, o'sha o'rgimchakkanlar qachon demak rivojlanish birdan ketishi mumkin. Birinchisi, o'sha sizda begona o't bo'ladi-ku, begona o't bo'lsa, o'rgimchakkanlarni ham juda yo'qotish qiyin. Begona o'tda o'sha rivojlanadi, birinchi o'tlarda rivojlangan bo'ladi. Begona o'tlarda mana shunaqa begona o'tlar, mana shunaqa begona o'tlarda o'sha rivojlanadi bu. Begona o'tlarda rivojlanib, keyinchalik bu daraxtga o'tadi. Qachon siz doimiy begona o'tlarda yaxshi umuman gerbitsidlarni yaxshi sepib turgan bo'lsangiz, begona o'tlarga o'sha kam bo'lgandan keyin u rivojlanishda ham sekinlashgan bo'ladi. Agar begona o't bosib ketsa, o'tlarga tushib, yana chiqib, sizda o'sha muammo
tugamasligi mumkin. Begona o'tni birinchi yo'qotish ham kerak. O'sha narsani aytishim kerak ekan. Demak, aytib ketganim yaxshi bo'ldi. To'liq begonotlarga qarshi kurashasiz. Begonotlardan keyin, begonotlar sarg'aygandan keyin gerbis septingiz sarg'aydi yoki umuman yozda sarg'aydimi? O'zi begonot birinchi o'rgimchaklarni faqat o'sha mana hozir mana shu past qismidan, daraxtning past qismidan ko'rish kerak. Past qismlari mana orqada ko'rinyapti. O'sha past qismidan, mana shu past qismlarda, mana shu past qismidan chiqishni boshlaydi. Demak, past qismiga borib qaraysiz. Birinchi tepasiga qaramaysiz. Tepada keyin chiqadi. Keyin tepada yozlarda tepada rivojlanadi. Uni tepada yaxshi ishlov berib tepaga ham chiqarish kerak. O'sha forsunkalarni tepaga qaratish kerak. Pastdan rivojlanishni boshlaydi, pastda chiqadi, keyin tepa qarab ketaveradi. O'sha uchun birdan borib, birdan pastga qaraysiz va o'zi ko'rinishi boshqacha bo'lib turadi. O'rgimchaklar bosgan demak, daraxtning rivojlanishi sekin va hokazo muammolarga uchraydi. Lekin asosan agar suv yaxshi bo'lsa, o'rgimchaklar zarari juda kam bo'ladi. Agar suv ko'p bo'lsa, suv kam bo'ladigan bo'lsa, agar kechirasizlar, suv kam bo'ladigan bo'lsa, demak biz o'rgimchaklardan muammosidan qutulishimiz qiyinroq. Ya'ni shu aytib ketgan narsam, demak, batafsil ma'lumotlarni to'liq o'rgimchaklar bo'yicha ma'lumotlar bilan preparatlar to'g'risida Telegram kanalimda to'liq yozib ketaman, chunki bu hozir har bitta normasi bor, o'zini demak ishlov berish va vaqti bor, qachon ishlov berish kerak, tuxumiga qaysi preparatlar samarali, tuxum uchun alohida preparatlar bor. Biz o'sha bu yana yana bir narsani aytib ketmoqman. Demak, biz effektiv yo'llarini qilganman men, chunki masalan bu bog'da ishlov berish degani faqat o'rgimchaklarni o'ldirish yoki bironta bir hasharotni o'ldirish degani emasda. Ya'ni o'ldirganda ham, o'shanga qarshi kurashganda ham effektiv, samarali va iqtisodiy tomondan ham bir adolatli bo'lish kerak. Ya'ni bu degani masalan 10 so'm rasxod qiladigan paytda 100 so'm rasxod qilib, uni bo'ldi o'rgimchaklarni o'ldirib, oho, mana bizga o'sha demak qarshi chalishlaringiz kerak degan narsa bo'lmasligi kerak. Ya'ni buni bizlar o'rgimchaklarga ishlov berayotganda butun har qanaqa ishlovlarda ham shunaqaki, ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, har bitta preparatning narxini bilishimiz kerak. Sarf me'yori narxi. O'shanda siz sarf me'yori narxiga qarab har bitta kombinatsiya qilishingiz mumkin. Ya'ni men shu hozir Telegram kanalimda bo'lgan ma'lumotlar hammasi kombinatsionni. Ya'ni narxlari past bo'lgan preparatlarni biz o'zgartirib joylarini narx arzon tushadigan variantlarini qilib sizga batafsil tushuntirib berib qo'yganmiz. O'shalar bilan bilsangiz, Xudo xohlasa, o'rgimchaklarda muammo bo'lmaydi sizda, Xudo xohlasa, bog'ingizda, dalangizda, har qanday joyda bo'lmaydi. Shuni ham aytib qo'yishim kerak. Abamektinda muammo bo'lish mumkin yozda, lekin uni bitta yaxshi xususiyati bor. Bahorda, yozda ham qo'shib yuborishingiz mumkin bo'lgan joylari juda ham katta achaklarda yaxshi xususiyati bor. Bu bargda translaminar xususiyat degani, bu o'tib bargda u tomonga o'toladi. Demak, xuddi u tomon ko'chib o'tadi. Bargda bu yuzasidan bu yuzasiga ko'chib o'tadi bemalol. Hozir mana shu bargni olib ko'rsatsam bo'ladi. Shu bargni bu yuzasiga sepsangiz, demak mana bu yuzasiga ham bemalol o'tib, oldidagi bo'lgani, masalan, orqaga tegsa bargda, mana orqaga tegsa, old tomondagi ham hasharotlarni ham to'liq o'ldirish xususiyati bor. Ana shu xususiyatdan ham yaxshi foydalanish kerak. Demak, bu narsa o'sha faqatgina bu o'rgimchaklarga preparatlarda ko'p o'sha abamektinda yaxshiroq. Shuning uchun o'shandan foydalanishim kerak. Demak, u ham bir sizga yaxshi life hack bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa, bog'laringiz rivojlansin. Inshaalloh yangi videolar chiqaramiz. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Bizlar bu mehnatimiz, tajribalarimiz, men deylik 10 yil, 12 yil tajribalarimning natijasini yaxshi baholab, demak